Assalomu alaykum. 1 minutga. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Instagram bormi? Yo'qmi Instagram? Telefon ishlatmaysizmi? Meni tanidingizmi? Bitta shans beraman. 1 dan 30 gacha. Xohlagan bitta soningizni ayting. 27. Sanang 27 gacha. Xohlagan tarafingizdan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oling 100 ming. Nima deysiz, rost ekanmi? Sotga ekan. Obuna bo'lish kerakmi? Obuna bo'lish kerak. Qarangda, yoz kelyapti-da, bitta zo'r biznes qo'ya aytaman. Qilishga harakat qilasiz, balki katta bo'lganingizda qilasiz. Gnomik ice creamdan tayyor biznes bor. Oyiga $5000 daromad qilishingiz mumkin. Bu qanaqa? Yangi do'kon ochgan o'rtog'ingiz bo'lsa, qarindoshlaringiz bo'lsa, marojniy apparat, smeslari bilan 6 xil marojniy bor. Bu o'zlari olib borib, ishingiz bo'lsa, ishini o'rgatib, hamma biznesni yo'lga qo'yib berishadi. Rishtonda joylashgan Gnomik ice cream. Bobodo mana shu videoni tanishlarga tashlab qo'yasiz. Xudo xolasa o'zingiz ham qilishingiz mumkin. O'rtoqlar, bu vaziyatdan tezda foydalanib qolish kerak. Nomerlarni qoldiraman. O'zlari olib borib, marojniy apparat, nonlari, 6 xildan ortiq smeslari, yana kamiga xodimlaringni o'zlari o'rgatib berib, biznesni yo'lga qo'yib berishadi. Passiv daromad 1 oyda $5000 pul topishingiz mumkin. Bu videoni tezda yangi do'kon ochgan biznesmenlarga tashlab qo'yamiz. Qani ketdik.